Bir yigit kechasi uyda yolg'iz edi. Soat 03:00 atrofida. U suv ichgani oshxonaga chiqdi. Kranni ochdi. Avval oddiy suv oqdi. Keyin birdan rang o'zgardi. Suv qizil bo'lib oqishni boshladi. Yigit qo'rqib kranni yopdi. Truba eskidir deb o'zini tinchlantirdi. Lekin ichida nimadir noto'g'ri edi. U telefonni olib chiroq yoqdi. Sekin yana kranni ochdi. Bu safar suv emas edi. Sekin oqayotgan quyuq qon edi. Yigit orqaga chekindi. Qo'llari titray boshladi. Shu payt orqasidan tomchi ovozi eshitildi. Tom, tom, tom. U sekin ortiga qaradi. Shiftidan qizil tomchilar tushayotgan edi. Yigit vahimaga tushdi.